Avvalambor assalomu alaykum obunachilar, qadrdon aka-uka, jigarlarim. Bormisizlar, omonmisizlar? Bahorgi havo hammaga havo yaxshi bugun. Mana bugun men bir toza havoga nima qilib chiqib dashtlarga aylanib, bug'doylarimizni ko'rib, sayr qilib yuribman. Fermerlarimiz, akalarimiz bug'doy ekkanlar. Ikkala tomonga bir avvaldan asosan bug'doy ekardi. O'sha vaqtlari bizlar bu yerda bog'bonchilik bilan nima qilardik? Kolxoz vaqtlari. Keyin buni nima qilib, bog'bonchilikni yo'q qilib, bug'doy zo'r bo'ldi. Shu fermer xo'jaligimizda akalarimizga, xurmonlarga baraka bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Buğday nonlarimiz ko'payaversin. Hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Shu yillarda yoshligimizda katta bo'lganmiz. Mol boqib katta bo'lganmiz. Bir qishloq joylar asosan odamlar ekin-tekin qilardi. Hozir hamma jana oxirigacha bug'doy. Ikkala tomonga ham bug'doy ekilgan. Mana bug'doylarni ko'ryapsiz. Ikkala tomonga ham bug'doy ekilgan. O'zi yerlarda fermerlar foydalanish uchun o'zlari nima qilib olgan. Oxirgi tomonlar oxirigacha bug'doy ekilgan. Qishlog'imiz mana shu yer. Kecha ancha namgarchilik bo'lib ketdi. Yomg'ir ancha yog'di. Bunga suv bosib yotibdi. Mana yo'l. Oxirigacha ketgan yo'l. Mashina yurayotgan yo'l, odam yurayotgan yo'l qilib olgan. Sharoitlarni fermerlar o'zlariga sharoit qilib olgan, yo'l ochib olgan. Hammasi chiqib, yurtimiz boyligi bular. Oxirigacha bug'doy. U tomon ham bug'doy. Daraxtlar bor, terakzorlar bor. Xullas, bular ancha esga qolarli joy. Bug'doy ekilgan hamma joyda. Fermerlar aka-uka, jigarlarim, opa-singillarim,
Mana shu videomiz tarqalishi uchun bittadan obuna, like bosib qo'ysalaringiz, kanalimiz rivoji uchun hamisha sizlar uchun yanada yaxshi joylardan videolar olib jo'nataman sizlarga, ko'rib qishloqlarni ko'rsataman. Ana qamishzorlar, bir daraxtlar, bir o'rtada ariq bor, suv ketadigan ariq. Oxirigacha borsam ulguraman, xudo xohlasa yana boshqa joylarda ham videoga olaman. Chiroyli joylarga borib hammasi sizlarning sharofatingiz bilan. Sizlardan hissalaringiz bilan men shu nimani kanalni ochgan edim. Videolarim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar, kommentariyaga yozib like bosib qo'yasizlar. Hammaga omad, usta daromad. Fermerlar akalarimizni ishlariga omadini bersin. Nima deymiz, eng ezgu yaxshi niyatlarim sizlar uchun. Yanada ko'proq videolar olishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, o'zlaringizni asrangizlar. Yana ham nima deymiz, hammalar sog' bo'lsalaringiz bo'ldi. Meni shaxsiy
mashina, ya'ni velosiped desak ham bo'ladi. Bekor vaqtimga aylanib odamga qandaydir foydasi bor. Velosiped bular hamma bilsa kerak. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lingizlar, o'zlaringizni asrangizlar.